Birinchi son kompleks bu qurilish sohasi, sanoat ishlab chiqarish, mehmonxona va turizm yo'nalishlari hamda boshqa bir qator istiqbolli yo'nalishlarda o'zida ishonch, sifat va mustahkamlikni birlashtirgan zamonaviy kompaniya. Kompaniya 2004-yildan buyon mamlakatimizda ko'plab turar joy majmualari, infratuzilma obyektlari, sanoat loyihalari va ijtimoiy ahamiyatga ega qurilishlarni barpo etishda faol ishtirok etib kelmoqda. Faoliyatining asosiy yo'nalishlari qurilish maydonchalari, inshootlarni qurish va rekonstruksiya qilishdir. Bugungi kunda kompaniya malakali mutaxassislar o'z ishlab chiqarish bazasi va zamonaviy texnikalari bilan to'laqonli qurilish jarayonlarini mustaqil ravishda amalga oshira oladigan darajaga yetgan. Kompaniyaning 100% ulushdori Salyamov Zayniddin Samatovich. Birinchi son kompleks bu o'ziga qarashli, ishlab chiqarish tizimiga ega yirik qurilish xoldingi. Kompaniyaning ichki tuzilmasi sifatni nazorat qilish, xarajatlarni optimallashtirish va qurilish jarayonini to'liq o'z nazorati ostida yuritish imkonini beradi. Kompaniya tarkibida quyidagi ushbu ishlab chiqarish bo'limlari faoliyat yuritadi. G'isht ishlab chiqarish zavodi, temir beton konstruksiyalarini tayyorlash zavodi, gazoblok va penablok ishlab chiqarish sexlari, Markaziy Osiyoda yagona bo'lgan Alptom sendvich panellar zavodi, qum va shag'al ishlab chiqarish korxonasi, eshik va deraza romlari ishlab chiqarish sexi, ajurli metal buyumlar ustaxonasi, mebel va ichki jihozlar ishlab chiqarish ustaxonasi, tayyor mahsulotlar ombori, shaxsiy texnika parki va mexanizatsiya bazasi, Xitoy bilan hamkorlikda quyosh panellari o'rnatish bo'yicha xizmat ko'rsatish korxonasi. Bu kompleks tuzilma qurilishining har bir bosqichini material tayyorlashdan tortib to tayyor obyektni topshirishgacha kompaniya ichida bajarilishiga sharoit yaratadi. Bu esa sifatga qat'iy nazorat, muddatga rioya qilish va yuqori samaradorlikni ta'minlaydi. Birinchi son kompleks barcha faoliyatini amaldagi qonunchilik va davlat standartlariga to'liq muvofiq ravishda amalga oshiradi. Kompaniya quyidagi ruxsatnoma va sertifikatlarga ega. Bu sertifikatlar va ruxsatnomalar kompaniyaning huquqiy asosda xavfsiz, sifatli va nazorat ostida ishlayotganini tasdiqlaydi. Ijtimoiy infratuzilmalar qurilishi, ya'ni maktab, bog'cha, shifoxona va boshqa ijtimoiy obyektlar. Magistral infratuzilmalar qurilishi, ya'ni yo'llar, kommunikatsiyalar, suv ta'minoti, kanalizatsiya, elektr tarmoqlari. Binolarning kapital ta'miri, ya'ni eskirgan obyektlarni to'liq rekonstruksiya qilish. Ofis binolarini qurish va rekonstruksiya qilish, ya'ni biznes markazlar, davlat idoralari binolari. Turar joy majmualarini qurish, ya'ni ko'p qavatli uylar, yangi massivlar va yashash majmualari. Birinchi son kompleks uchun har bir obyekt bu mas'uliyat va ishonch ramzidir. Bugungi kungacha kompaniya tomonidan o'nlab obyektlar muvaffaqiyatli yakunlangan. Har bir obyekt o'zidagi sifat, zamonaviy yondashuv va belgilangan muddatga amal qilinishi bilan, ya'ni qat'iy amal qilinishi bilan ajralib turadi. Tugallangan obyektlar esa birinchi son kompleksining ishonchli nomi va professional yondashuvining amaliy isbotidir. Bugungi kunda kompaniyamizda ko'plab yirik loyihalar amalga oshirilmoqda. Yangi O'zbekiston massividagi ko'p qavatli turar joylar, qurilish ishlari jadal davom etmoqda. Orzu kompleks loyihasi, yangi tuman markazlari va ijtimoiy infratuzilma obyektlari. Har bir loyiha belgilangan reja asosida va zamonaviy texnologiyalar bilan olib borilmoqda. Birinchi son kompleks qurilish kompaniyasining asosiy mezoni bu natija. Tan olish kerak, oxirgi yillarda kompaniya tomonidan qurilgan har bir obyekt o'zining mustahkamligi, energiya tejamkorligi va zamonaviy dizayni bilan ajralib turadi. Oxirgi yillarda mijozlar ishonchi, tavsiyalar va qayta murojaatlar ko'rsatkichi ham izchil oshib bormoqda. Bizning ustunliklarimiz: eng yaxshi sifat, eng zamonaviy qurilish texnologiyalari va yuqori sifatli materiallardan foydalanish. Strategiya: har qanday obyektni qurishda muammoni hal qilish yondashuvi har bir obyekt uchun individualdir. Ishonchlilik: birinchi son kompleks 2004-yildan buyon muvaffaqiyatli faoliyat yuritib kelmoqda. Barcha qurilish va ta'mirlash xizmatlari o'z vaqtida bajariladi. Xavfsizlik: obyektlarni qurishda xavfsizlikka katta e'tibor beriladi va barcha standartlar hisobga olinadi. Qurilish jamoalarimiz malakali mutaxassislar va tajribali ustalar bilan ta'minlangan.
Biz O'zbekistonimizning zamonaviy infratuzilmasini barpo etayotgan kompaniyalardan birimiz. Birinchi son kompleks kelajakni bugun qurmoqda.